Olmani mana bunaqa qilib tozalab olamiz. Xamirlarimizni yoyib oldim yupqa qilib, endi lentishka qilib kesib olaman. Qizlar qanaqa bo'lishi kerak? Mana tayyor tugilgani. Demak, mana olmani olib olamiz aylantirib terib ketaveramiz. Mana o'rab ketamiz to'g'rirog'i. O'tkazamiz orasidan. Mana shu ko'rinishda o'rab olamiz olmamizni. 10 minutda pishib chiqadi qizlar. Mana qizlar tugib oldim. Endi slivka tuxumni sarig'ini surib olaman. Ustidan tabga ko'ra shakar, xolasanglar koritsa sepsanglar ham bo'ladi. Chunki koritsa bilan ham olma zo'r chiqadi. Qizlar mana 180 gradusga 10-15 daqiqaga yuboramiz. Mana qancha desam bo'ladi? 10 daqiqa turdi. Qaranglar qanaqa olmalari xil-xil bo'lib mana yumshab ketgan. Ko'rdinglarmi? Juda ham ajoyib mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Qaranglar qanaqa chiroyli bo'ldi. Juda ham mazali bo'ladi. Og'zingizda eriydi, olmasini qaranglar, xil-xil bo'lib ketgan.